Navbatchiligimiz davomida daraxt bosib qolgan erkak olib kelindi. Aniqlanishicha, uni naq 8 ta qo'rg'asi sinib ketgan. Bugun navbatchiligimiz davomida 40 yoshli erkak kishi murojaat qilgan. Bemor so'zidan uyini oldida daraxt qulash oqibatida tan jarohati olgan. Shu yerga tez yordam olib keling. Nima bo'ldi o'zi? Ishga ketish uchun mashinamni qizdiraman deb chiqayotganimda 15 metr 16 metr tepalikda chinor daraxt uzilib ketdi bir qismi. O'sha kelib orqamga qovurg'alarga tushdi. 8 ta qovurg'a singan. O'pkaga zarar yetkazdi. Bemorning chap tomonidan yopiq jarohat olganligi aniqlandi, ya'ni 8 ta qovurg'asi yopiq singan. Bemorimizni o'sha zahoti operatsiya muolajasiga olindi. Birdaniga uzilib ketdi. Qor yog'gandi bir kun oldin. Ertalab shu qorin ko'tara olmasdan sinib ketgandi. Avtomashinaga ham tushdimi? Yo'q, yoniga tushdi. Operatsiya davomida bemorimizga torakaskopiya amaliyoti bajarildi. Chap o'pkaning pastki qismining yirtilishi va ko'krak qafasiga qon yig'ilishi, ya'ni chap tomonlama gemotoraks aniqlandi. Qanaqa hozir yaxshimisiz-ancha? Operatsiya qilishdi. Yaxshi bo'lib qoldim-ancha. Endi turib, yurib shunaqa harakat qilyapman. Nafas olish juda qiyin. Juda og'ir holatda. Ularga ming rahmat aytaman. Shu holatdan olib chiqib ketdi, nima qilsa ham operatsiya bo'ldim, boshqa bo'ldim. Hozir ancha yaxshi, juda og'ir edi payt. Qiynaldim juda, nafas yetishmovchilikdan, qattiq og'riqdan. Hozirgi paytda bemorimizning ahvoli stabil, davo choralarini olmoqda. Bemor erkak ahvoli ancha yaxshi bo'lib qolganligini aytdi. Shukrki, shifokorlar bor, dardiga davo bo'lyapti, ammo 8 ta qo'rg'asi singan ekan. Albatta, ozmuncha azob chekmagan bo'lsa kerak. Bu holat barchamizga saboq bo'lsin va doimo har qanday vaziyatda ehtiyotkor bo'laylik.